Assalamu alaikum, hurmatli No'xat Qarjimati kanal qatorchilari. Bugungi kunga 4-kun 26-yanvar 2023-yil biz No'xat shahrining valyutalar bilan tanishtiramiz. Bizdan olsay va kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Hozir biz birinchilar Kapital Bankka kelib, Kapital Bankda qancha sho'lchani ko'rishamiz. Hurmatli tuganlar, rubl tushib ketdi, qarangizlar. Dollar 86 so'm 20 tiyin, eurosi 93 so'm 20 tiyin, rubl olsa 100 so'm 22 tiyin ekan. Qarangizlar, rubl tushib ketdi, hurmatli tuganlar. Az boshqa qavarasiz, boshqa bankda qanday ekan sho'lchani ko'rishamiz. Hurmatli tuganlar, mana samsa No'xat samsa pishirdi, qarangizlar. Yem pishirdi buni. Mazza qilib ishlaykan, og'zi jeb ketasizlar keyinroq kelib No'xat chayxonasiga kelib. Hurmatli tuganlar, biz hozir Baychun bankka keldik. Baychun bankda bu yerda rubl tushirlar ekan, qarangizlar. 86 so'm 20 tiyin, dollar 94 so'm euro, 1 so'm 23 tiyin ekan rubl. Hurmatli tuganlar, bu yerga kelib almashinuvlar bo'lar ekan. Rubl tushib ketdi, hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, valyutani qarangizlar. 86 so'm 20 tiyin dollar, 1 so'm 22 tiyin rubl. Qozoq tengasi 13 tiyin ekan, O'zbekistonning 0.75 tiyin. Qarangizlar, valyutalarda shunday bo'ldi. Bo'lmoqchi joylarda. Hurmatli tuganlar, biz hozir Ekoslomga keldik. Ekoslomda 86 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm euro, 1 so'm 23 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Hurmatli tuganlar, hozir Finka bankka keldik. Finka bankda 86 so'm 20 tiyin dollar, 94 so'm 20 tiyin euro, 1.30 123,5 rubl ekan. Hurmatli tuganlar, bu yerda rubl sal kuchliroq ekan. Hurmatli tuganlar, shunday No'xat Qarjimati kanali sizlarni qo'shib vaqtincha sog'-salomat bo'linglar. Doimo sizlarning xizmatingizda. Bugun kun kishni sovuqroq, bu kun ochiq. Shu sovuqdan qarab sizlarga kelib valyutalar tartib ko'rsatdik. Bizdan rozi bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.